O'zgidromet ertaga 10-yanvar kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1 gradus sovuq, -1 gradus iliq, kunduzi 12-14 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati. Havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 gradus sovuq, kunduzi 5-10 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 gradus sovuq, -2 gradus iliq, kunduzi 11-16 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 gradus sovuq, -3 gradus iliq, kunduzi 10-15 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 gradus iliq, kunduzi 15-18 gradus iliq bo'ladi. Andijon va Namangan viloyat, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 gradus sovuq, kunduzi 3-8 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 gradus sovuq, kunduzi 5-10 gradus iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.